Assalomu alaykum. Bugun menga bitta klientim 20 ta bir xil erkaklar uchun korobkasi bilan joynamoz kerak deb yozib qoldilar. Qiziqib shuncha olasizmi deb so'rasam, kuyov navkarga beramiz. Yoshlarimiz ham namozda, ibodatda bo'lishsa o'zligi uchun yaxshi deydilar. Yaxshi niyat qilib olmoqchiman, erkaklar uchun qanaqa ranglar bor deb so'radilar. Qora, seri, yashil va ko'k ranglari mavjud deb rasmlari bilan tashlab berdim. Hammasidan 5 tadan olaman, shunda 20 ta bo'lar ekan deb aytdilar. Lekin joynamozlaringiz juda yoqdi, skromniy, akkuratniy dedilar. To'ylariga bir hafta qolganda zakaz berib qo'ydilar va o'zim borib olib ketaman dedilar. O'zim xursand bo'ldim. Hozirgi yoshlar ilmda mustahkam bo'lsa-edi, juda ham be'tibormiz deb zakazimni tikishni boshlavordim. Va har bittasini dazmol qilib, chiroyli o'rab, korobkalarga upakovka qildim. Yoshlarga navkarda va boshqa tadbirlarda har xil energetik ichimlik yoki dasturxonchalardan ko'ra foydaliroq narsa hadya qilgan yaxshiman nazarimda. Sizni ko'proq duolarida eslab turishsin. Omon bo'ling, qadrlilarim.